Bugungi kunda kiberjinoyatlar global muammoga aylanib bormoqda. Bu esa soha mas'ullari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga turli masalalarni hal qilish vazifasini qo'yadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda Huquqni muhofaza qilish akademiyasi hamkorligida tashkil etilgan raqamli transformatsiya davrida huquqni muhofaza qilish faoliyatidagi zamonaviy chaqiriqlar va tahdidlar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjumanda ham ushbu muammolarni oldini olish bo'yicha o'zaro tajriba almashildi. Xalqaro konferensiyaning birinchi kunida 30 dan ortiq davlatning 100 nafardan ziyod xalqaro ekspert va soha mutasaddilari 3 ta asosiy parallel sessiyaga bo'linib, raqamli kriminalistika va tergov faoliyatini tashkil etishning yangi usullari, korrupsiya, jinoiy daromadlarni yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning zamonaviy yondashuvlariga e'tibor qaratishdi. Mazkur xalqaro ilmiy amaliy anjumanning ikkinchi kuni qadimiy Samarqand shahrida davom ettirildi. Unda kiber jinoyatlarni tergov qilishning dolzarb masalalari va ilg'or tajribalar muhokama qilindi. Davra suhbatida respublikamiz huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etib, o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Xususan, Belarus Respublikasi misolida kiber jinoyatlarni tergov qilish bo'yicha ilg'or xorijiy tajriba, AQShda kripto aktivlarning noqonuniy muomalasi bo'yicha tergov ishlarining xususiyatlari, kiber firibgarlikda ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalanish mexanizmlari, fuqarolarning huquqiy madaniyati va raqamli savodxonligini oshirish, raqamli dalillarni yig'ish uslublari, kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida kadrlar tayyorlash masalalari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kiber tahdidlarni monitoring qilish va oldini olishdagi o'rni kabi mavzular bo'yicha tajriba almashildi. Butun dunyoda kabi O'zbekiston Respublikasida ham kiber jinoyatchilik, ya'ni axborot texnologiyalari sohasida sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish, fosh etish amaliyotidagi qator muammolar bor. Sababi bu ushbu turdagi jinoyatlar kiber makonda sodir etiladi. Sodir etgan shaxs firibgarlar albatta o'zlarini ma'lum qilishmaydi. Har xil yangi jinoyat usullari chiqib kelmoqda. Bugungi kunda phishing jinoyatlari deymiz. Axborot texnologiyalari yordamida telefon orqali telefon qilishib, fuqarolarni turli aldovlar bilan ularning ishonchiga kirib, pullariga ega chiqishmoqda. Bundan tashqari har xil trading kompaniyalari bor. Ijtimoiy tarmoqlarda mo'may daromad orttirishga qiziqtirib, fuqarolarimizni aslida bu bo'lmagan, firibgarlik qilib pullarini o'zlashtirish jinoyatlari sodir bo'lmoqda. Bundan tashqari bugungi kunda zararli dasturiy ta'minotlar orqali jinoyat sodir qilish ko'lami juda ham ko'paygan. Ya'ni fuqarolarimizni plastik kartalardan pullarni o'g'irlash, firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish jinoyatlari ko'paygan. Bu kabi jinoyatlarni tergov qilish, fosh etish amaliyotidagi juda ham qiyin hisoblanadi. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda. Shuning uchun xalqaro ekspertlarning bu yo'nalishda shug'ullanib kelayotgan olimlarimiz bor. Huquqni muhofaza qilish organlarini har doim video konferensiya shaklida, Zoom shaklida davra suhbati ko'rinishida fikr almashib, ulardagi tajribalar bilan O'zbekiston Respublikasidagi tajribalarni bir-birimizga ulashib, bir ijobiy tajribaga, ijobiy xulosalarga kelamiz deb o'ylayman. Qadimiy Samarqandga tashrif buyurganimdan xursandman. Albatta bu mening birinchi kelishim emas. Anjuman haqida gapiradigan bo'lsak, bu aynan internet makonida sodir bo'layotgan kiber jinoyatlar, raqamli jinoyatlarni oldini olishda o'ta muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xususan men bugungi konferensiyadagi chiqishimda aniq dalillarga asoslangan raqamli kriminalistika orqali fosh etilgan jinoyatlarni misollar yordamida ko'rsatib o'taman. Biz ularni qay tarzda ochganligimizni tushuntirib beraman. Bu esa hamkasblarimizga tajriba bo'ladi. E'tiborlasa, 2 kunlik xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ishtirokchilarga ilg'or tajriba va fikrlar almashish, amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqish uchun muloqot maydoni bo'ldi. Bu esa kiber jinoyatlarni samarali fosh etish va tergov qilish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Tadbir yakunida xalqaro konferensiya materiallari to'plam shaklida nashr etilishiga kelishib olindi.